Körüş reallıqımızı yaratıdı. Ama nemini körüşne qanda qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programmasi. Her bir cümle öz ma'nosini topgan programma. Assalamu alaikum. Hürmetlik Mevlan Yasin Efendi, Men Şunda Qarayman programmasıga hoş geldiniz. Aleyküm esselam. Salamu alaikum hürmetli körermen, anlarmen. Sizmo Men Şunda Qarayman'ga geldiniz. Bugün bizning mehminimiz Mevlan Yasin Efendi. Biz bu programımızda Mevlan Yasin'nin Şarkı Türkistan Milli Azatlık Hareketi bilen öz takdirini özü belgileş hareketinden ibaret muşu iki hareketinin farkıga ve okşaşlığı kanda qaraydiganlığı qaraymiz. Aldı bilen Mevlan Yasin Efendi'den bu iki hareketinin her birinin bizge, yani bana Mevlan Yasin Efendi'ge ve şundakla körermenge ortak boğan bir iniqlemesini, deptirişini Mevlan'dan sorayımız. Kene Mevlan? Buldur Osman sen bile köreşkinimge Ahmet Osman deymiz de, doğru mu? Sen bile bu sen bile men ikram günüm işkimiz bir kıtım didar görüşken. Bu da Paris kurultaydı. Sen badın. Şu vakit sen Türkmen hükümetinin reis vaxtın qanday qilib hamma xalqlarning fikrini ilib, so'zlab, xalqlarning ideyasini bir xil o'rtaq bir ko'z qarashlarni birini qilaman deb shu vaqtlar qatnashishga mening yenimga kelib, men o'ttasam, men yig'inning keyinda o'tgandim. O'ttasam yenim kelib, sen mening fikrimni olganding. Shu boshlamashlar shu ikkimizni shu birdan bir ko'rishib, men uningdan keyin sen Türkmen hukumatining raisligidan tushib ketding, shuning bilan yo'qolib ketding, bugun ekran chiqib qolgan. Shu nimada yaxshi bo'ldi. U kuni men o qurultayga borgan emas. Men u vaqtida Yevropa futbol lonkasi talishib yetibgan musobaqaga Parijda shu lonkani ko'gini borgandik biz. Musobaqani berib qarsam yig'in bor ekan. Shu yig'inga ijitdi degan anglab, men til bo'lib qatnashsam bo'lamdi dedi. Bo'ladi deb bordim. Barsam shu yig'inda sen kelding, shu vaqt ikkimizni ko'rashkin bo'lib qopdi. Shu yig'inga chiqib ozroq so'zlab qo'ydim o kuni. Yig'inga chiqma bir 5 minut vaqtinglar beringlardan berdim, so'zlab qo'ydim. O so'zlashimni bir tasodif bo'lmadi bir kun. Mishar bir kichik navbat kelganda manda tırnaqchilikka bir gaplarni so'zlaydik. Men u yak so'zliginim bormagandim. Men yig'inda tanaffusdan qaytib xala joy kirib, men yig'in ketib qolsam 3-4 odam kimlarki uqmayman. Robimdamni yig'ib bir yerga qistab, bugun siz istibo bering deb mushta qistavotganligini ko'rib qilib, men kirib so'zlagandim. Endi sen masala kelsak, sen mustaqillikni hammamiz bilamiz. Mustaqillik degan bu mening, it's mine. Bu mening tuproqim, mening ota bovam yashagan yer, men bu yerga hukmronlik qilaman. Bu yerga mening deganim degan. Xatoday, yaxshiday, eski ish qilay, yaxshi ish qilay, bu mening yerim, sening fikr berdigan, sening bu yerga kirgan haqqing yo'q degan. Bu biz Xitoylar bilan talashayotgan narsamiz bu. Sen bu yerning egisi emas. Xitoylar qadimdan tortib bu Xitoy nimani Şinjan Jungo'nun bir kısmı da so'zlab kelyapti. Amaliyat Xitoylar emas. Bu anashqa iliq bu Şinjan degan gapning burunqi ma'nosini lug'at ma'nosi yangi tepilgan yer ya yangi iliq colonization. Besib yer degan gap. Yaqinda Xitoylar bu Şinjan degan gapga boshqada aniqlik berdi. Tu fu yuan qadimgi zamin egisiga qaytdi degan ma'noni berdi. Hozir Xitoyning lug'atiga kirsanglar, bu Şinjan deganning ma'nosi mushundaq atiladi. Biz buningga qarshi biz bu harakatimiz mustaqil harakat dedik.
Bizning oldingi ikki jumriyatning boshlanishida mushini ko'zda tutib boshlandi, oxiri setilib ketdi. Bu ikki. O'z taqdirini o'z belgilash bu tamamen o'xshamagan bir mustaqil bilan munosabat yo'q. Tigi taqdirda esa o'z taqdirini o'z belgilash degan mustaqillikqa qarshi harakat. Masalan, Amerika, masalan, qandoq keldi deysanglar, bir xalqarada, BDTda mustaqil degandikin urush esiga keladi. Mustaqil bo'lish uchun qon to'kish, o'lish, nurg'un bu ishlar keladi. Bu masalani qanday qilishni xohlamaydi buni. Buni xohlamagandan keyin endi bo'pti, sen mana bir davlat yasha, mustaqillikni tashla, sen o'zingning yezliqi, sen o'zingning rayonda o'zingning madaniyati bilan yashashga bo'ldi degan gap. Masalan, Amerika o'z taqdirini o'zi belgilagan davlatlarning birlashmasi. Bizning masalan men Kaliforniyada. Kaliforniya o'zimizning savdosini o'zimiz qilamiz. Bu bir harbiy bilan pochta hukumat qaraydi. Hukumat boshqa ishlar. Qolgan iqtisodimiz, nima tilni ishlatamiz, kimlarni akirimiz, bular hammasi o'zi boshqaradi. Kaliforniya hozir o'z oldiga bir davlat bo'lsa, dunyo bo'yicha 4-chi davlat bo'ldi iqtisodchi. Nima bilan nimachu deganing to'g'ri, harbiy va shundaqlar nima tashqi ishlarmi markazidan bo'ladi, shundaqmi? Tashqi ishlarning masalan davlatlar tashqi ishlarga misha diqqat qilsa bo'ldi. Davlat aro qiladigan tashqi ishlar bor. Masalan harbiy munosabat. Ikki davlat bir-birininki mustaqillikni siyosatini qabul qilishi qabul qilmas. Bu tashqi ishlarni davlat federal. Bular boshqaradi. Lekin iqtisod masalan men har qanday masalan Xitoy bilan, Germaniya, Yaponiya bilan savdo qanday qilma, buni mavi o'zimiz boshqaramiz, o'z taqdirimiz o'zi boshqaramiz. Endi federal masalan Donald Trump masalan Xitoyga 50% bajalsa deydi. Uni ijro qilsa. Bu kirgan Xitoy millidan 50% baj olsa. U hukumatning qonuni sening qonuningdan ustun turadi. Seni boshqaradi. Lekin o'zingninki tuvandagi butun ishlaring masalan hukumatning qonunini yerliklar ma'lum jihatini o'zgartirdi. Bizga yoqmaydi bu desa hukumat ma'qul deydi. Shuning uchun bu yerlik o'xshamaydi. O'z taqdirini o'zi belgilash, mushu masalani hal qilish uchun, mustaqillikni demaslik uchun, To'g'ri. har qon to'kishni to'xtatish uchun, shu davlatning ichida tinchlikni hosil qilish uchun o'z taqdirini o'zi belgilash degan hukm keldi. Rasmiy bir kitob bor. Amerika chiqargan Self Determination degan. O'z taqdirini o'zi belgilash. Inglizcha yozilgan qanchalik Uyg'ur o'qimadim. Mushuni qo'ygan Google kirsanglarmi bir necha dastlab qo'ygan advokatlarning maqollari bor. Men hammani o'qib chiqdim. Shuning uchun o'z taqdirini o'zi belgilash biz Uyg'urlar uchun masalan nima deymiz biz Uyg'urlar o'z taqdirini o'zi belgilash desak, birinchi ishimiz bizning Sharqiy Turkistonning mustaqil davlat ekanligini qabul qilmaymiz. To'g'ri. To'g'ri. Amaliyotda o'sha Xitoylarning yiliq bergan avtonomiya degani shu o'z taqdiriga o'z belgilashning o'xshash ma'no so'zi. To'g'ri. Nom jihatdan masalan lug'at ma'nosida aytsangda, shuning uchun bu o'z taqdirini o'z belgilash degan so'zning o'zi bizning mustaqilligimizni tashlayotganlik. Shu o'zimiz bu so'z biz o'zimiz Sharq Turkiston Xitoyning bir zamini deganni o'zimiz qabul qilganlik. Xalq orada bizning mustaqillik huquqimizni o'zimiz inkor qilganlik. Shuning uchun bu tigi taqdirda esa o'z taqdirini o'z belgilash degan mustaqillikqa bo'lgan bir xoinlik. O xoinlik deb juda ikkisini farqi shu. Mustaqillikka o'xshamaydi, mustaqillik deya gap kirmaydi. O'zimning yeri chiqib ketsa deysi. Xitoydan sen chiqib ket. Ilhom To'rnoylarga gapi bor. Bo'ldi. Mustaqil biz Roskimni tayinmaymiz, Xitoyga tayinmaymiz, o'z oldimiz turimiz deydi-ku. Nemaga o'z mustaqil bo'lmiz, Xitoylar bu chiqib ketsin dedi. Keyin 11 bitim keldi, o'to'g'riliq ayrim so'zlarimiz bu yo'qotdi. 11 bitim o'z taqdirini o'z belgilashni ildinish. 11 bitim qarasang 11 bitimninki bir necha bitimlar armiyani Xitoy armiyasiga o'zgartirib yetdi. To'g'rimi? 11 bitimda bor. To'g'ri.
Sharq Turkiston 11 bitimde bizning vatanimiz Xitoyning bir o'lkasi bo'ladi. To'g'ri. To'g'rimi? Ahmadjon Qosim shu o'lkaning muavin raisi bo'lib keladi. Rais bo'ladi. To'g'ri. Muavin raisi bo'ldi. Endi bizga bergan 11 bitim erkinlik nima bo'lsa, bizning match selish erkinligimiz, o'zimizning yurtlarda tilimizni ishiltish erkinligimiz, dadoy shodoylar, shodoyjonlarni o'zimiz saylash erkinligimiz, ashlan saylaymiz. Masalan, bir viloyat noyalarda saylaymiz, saylab chiqqan odamni yana Xitoy tarafining tasdiqlashiga yo'llaymiz. 11 bitim shu. 11 bitim shu Xitoyning ostidagi shu hukmronligidagi o'zimizni Xitoyning bir o'lkasi deb qabul qilish nomida biroz erkinlikni tanlash. Manda aytsang, xo'jayiningni urib ketding, men urmay beshimni ozroq silab, men kashkichi o'mash bermay, manda zag'irnamni ber degan bir gap. Shuning uchun Uyg'urlarning masalasi hozir qadar Uyg'urlarning xalqaro mustaqil masalasi o'ttirga qo'yilmadi. Hozirgi tashkilotlarning g'oyalar, masalan, Dunyo Uyg'urlarning g'oyalari bor. Biz oz deganda 30 qitim shu Amerikadagi har xil darajadagi rahbarlar bilan kurashdik deydi. Bular 30 qitim kurashgan bo'lsa, shu mustaqillikni 30 qitim sotudi. Bular Uyg'urlarning oldiga kelib, voy mustaqil deydi. Eğer bir üstadını üzbelgileymiş deydi. Bu üstadını üzbelgeleş kanda Uygurlarning içi kirib qolgan deysan, "Jo, bunu men deb beray, bu hikoyasi boshdan bor." Burun nimada? Amerika biz yeng kelganda biz Tangirtaq o'quvchilar mutaxassislar uyushmasini qurdik. Scholar and the Student Association birlashmasini qurdikda. U vaqtlarda biz o'zimizni, biz mustaqil deb chiqadigan yurgimiz yo'qdi, biz qo'rqatdik. Qo'rqib, men deyman, men Amerikaga mustaqillikni izlab kelgan emas. Men o'qib, bu yerga kelsam, bu yerda o'qisam, men o'qib, endi vatan qaytib borsam, u yerda bir professor bo'lsam, yaxshi uylarda o'tirsam, bolalarni o'qitsam, undan keyin oliy maktabning professor bo'lsa, Urumchi jamoat ichida Uyg'urlarning madaniyat yurtida biroz yuz obro'yim bo'ldi, yaxshi bolalarim. Shu maqsadlarga kelgan. Men har xil mustaqil bo'ldi, millatni ozod qilaman, mustaqil qilaman deb bu yo'lni izlab kelgan emas. Men sizlarga o'xshamayman. Men shu oddiy shu ideya bilan kelgan. Bu Amerikada 10 necha ziyolilar, biz o'sha Tangirtaq o'quvchilar, mutaxassislar uyushmasini qurganda bizni mustaqilchi deb qolmasin deb, this is non-political organization degan. Bu siyosiy ishlarga aralashmaydigan organ deb olgan. Uni nima ish qildik? Endi Xitoylar shu vaqtlarda deyishdi, biz mustaqillikni talab qilib, beka balad qolmaydi degan, shunda shu ideyada qolgan. Shunga shu keyin Anvar Yusufmi qatnashgan buningga. Ki Anvar Yusuf sizlarni qilgan. Anvar Yusuf kasblar bu mustaqillik bayrog'ini ko'taribdi-ku bu. Bizning uyga kelganda yo'g'on bir mashinasi bor-da, mashinasining oldiga ikki yo'g'on Sharq Turkistonning bayrog'ini isib, Xitoy Sharq Turkistondan chiqib ketgan, Xinjiangdan chiqib ketgan, Sharqdan chiqib ketgan degan bayroq isib ketdi. Keyin ma'vo Uyg'urlarning sal nim qo'ygandan keyin, niminingki bu Anvar Yusufning ishi Washington ko'targandan keyin NYDning buning oldiga kelib, sen agar mustaqillikni tashlasang, biz $70,000 pul beramiz. NYDning puli shu vaqtda kelgan. Berimiz deganda Anvar unimiga uningga, ya mustaqil talashmayman deb. Talashmagandan keyin bular keyin kelib, men Uyg'ur American Association keldi. Cho'qma kimlar raiski, men uqmayman, Olim Saytevmi, Nuriy Turkami, bular bo'ladi pul bersa deb. U vaqtda bizmi qarashtirmagan. Anladik. Olim Saytov deb uchoqda. Shu Olim Saytovmi, Nuriy Turkami. Shu kelgan masalan shu vaqt menmi anglab, menmi qarashtirmagan, menmi ustagida nima deydigan, menmi qarashtirmagan. Endi shu nima deymiz degan gap chiqdi. Mustaqil demasak nima deymiz? Tibetlarningki kirsang, Tibetlarningki qonunda, nizomnomasida Dalay Lama mustaqillikni talab qilmayman dedi-ku. To'g'rimi? Madaniyat ularningkida o'z taqdirini o'zi belgilash degan gap bor. Shu gapni ularning qonunlari bo'lgandan keyin bular burunqi Amerikaning to'rlaridagi, Amerika xalqarodagi o'z taqdirini o'zi belgilash bu Uyg'urlar emas, dunyoda hamma yer nurg'iyat keng qo'llanayotgan siyosat bu. Shulardan
Ani ünüp onundan akapma Uygur Amerika Birleşmesi'nin nizamnamasına bunu kirgizip, pulunu algan gap. Men de bu vaqtda men qarıştırmagan, onunğa. Vay boptu, bu pullu berse bir adam, bir işki Uygur, aşının işkisi bulmamdı, aşı kıysun depla çoğaklarda o mustaqil men kuraş qilman deb chiqqan vaqtlarim emas o meninki. Şununğa bo'ldi deydik. Ananki dünya Uygur qurultaymi bu Amerika Uygur Birleşmesi'nden bu ustaqdan özbelgeçine dünya Uygur kurdu kötürep ayağı apadı. Çıqqan. Şunun üçün yani paraqlarning adı nim qildim, men bu kitaplarni o'qib chiqdim. Endi men ustaqdan özbelgeleş mustaqillik yetaklamdi degan 5-6 paç maqal e'lon qildim, so'zladim, o'qidim. Men bütün tarixdagi mush advokatlarning yozgan mush to'g'riliq barliq maqollarini desam o bo'ldi, o'qib chiqdim, 10 necha parcha. Yiliq kitobni o'qib chiqdim. Shunga chiqib mishaga men hammanglarga deb qo'yay, o'z taqdirini o'zi belgilash mustaqillik bilan hech qanday munosabat yo'q emas. O tubdan mustaqillikning oldini olish uchun o'ttirga qo'yilgan nazariya. Bu Mevlan hatta Erkin Alıptekin ve şundakla Erkin Alıptekin'den kiyinki Dünya Uygur Kurultayı'nın rehberleri mi? Rabi'mde mi var? Rabia'da mı var elbette. Dünya Uygur bulanınki hem de şu öz takdirini özü belgileş hakkında gep boğandılam. Bulanın daydığını nime desem? Öz takdirini özü belgileş yine ahırda mustakillik kapırdı. Şuna bu ahırda yine mustakillikten vazgeçmeyenlik hesaplanıdı dep mundaq şekilde düşündürdü. Ameliyette öz takdirini özü belgileş hakikaten mustakillikka apası mı? Lekin bu mustakillik o halkının munkarz kılıngan devletinin kayıtı asli kilişemez. Belki bu halkının tarihten bu yan bir devlet yoki bir siyasi gevde kurup bakmagan muşundaq bir halkının ve şundaqla muşu devletinin terkibi kısmında yaşap gelgen bir halkının ahırda özlerininki milli hukuklarını, milli emes bir yer milli desek bu doğru olmaydı, etnik hukuklarını saklap kılış için bu hukukların aldı bilen sen eskirtkendek medeni, ictimai, iktisadi hukukları oldu, siyasi hukuk emes. Kiyince hatta şu medeni, ictimai, iktisadi hukukları mı bu milletin öz takdirini özü belgelişike yine yeterlik bulmasa uçakta bu halk anladığın resmi şekilde siyasi hak hukukunu mu talep oldu. Bu siyasi hak hukuk şu mustakillik oldu. Yani bu millet yani bu etnik bu kavim hayatı da yani tarihi da tunca katın mustakil buldu. Eğer makul bolsa merkezi hükümet ve demede ray sınaşta mutlak köpsallık halk mustakil buluşuna yaklap ray sınaşka kirip şu rayını bəsə anın dinkin bu kavim özünün mustakilligini tarihte tunca katın kolga algan boludu degan gap. Yani bütünley özü yaşagan tarihten bu yan yaşagan gevdeden tamamen bölünüp çıkıp gidiyordu. Hem de Uygur milletiga bunu tatbiqlasak bu bütünley okşamaydı sen etkan eskertkenge okşaş. Çünkü Uygur milletinin burun siyasi gevdesi bolgan, burun devleti bolgan, bu devletni Manchu imperiyasi işgal kılgan, andın özüge qıtıp algan, mustemlik kılgan ve bu milletinin devletini munkarz kılgan, igilik hukukunu talan-taraj kılgan. Bundaq ahvalası da bu milletinin hareketi, mustakillik hareketi herkes tunci, tarihide tunci bulup mustakillikta erişidigan hareket emas. Koldan ketken, igilik hukukunu ve munkaz bolgan devlet nesine keltiriş. Şuna bu ikisinin farkı gayet zor ve şundaqla bu ikisi şu milletinin yoki şu halkının millet mi yoki etnik mi, millet mi yoki asıllık mı degan muşu ayrımçılıkni bu işen gevlendirip koydu.
buni bizning Uyg'urlar odatda hatto tashkilotlardagi rahbarlarmi hatto men so'zlashgan, paranglashgan Erkin Aliptekin deymiz, Rabia Qodir deymiz va yoki Dolqun Ayso deymiz. Bularning hammasi bu ikki harakatning, ya'ni Milliy ozodlik harakati bilan o'z taqdirini o'zi belgilashning bundaq sen eskartgan farqini bilib bo'lolmaydi yoki bilolmaydi. Endi bilolmaydi deganimiz albatta ular bilib turib mushundaq qiladi degandan yaxshi bo'ladi. Shunga bilolmaydi deyapman. Shunga bu yerdagi bilolmaydi deganni qandaqdir ular bilolmaydi, biz bilamiz deb men ilqi bilaman bu ağallıkni ko'rsatmaydi. Faqat ularni bilib turib qilyotidi deyishga petmanmaganligimdan bo'lyotidi. Shunga mushu masalada sen ko'p izlangan va ko'p so'zlagan va ko'p tarixlantirgan bo'lganliging uchun bu qatimqi programmamizda seni bu ekranga taklif qilib mushu masala to'g'risida so'zimizni başladık. Endi bu yerda sen mushu masala to'g'risida eskartgan yana muhim bir nuqta so'zingda mustaqillik bilan munosabati yo'qligini va shundaqla o'z taqdirini o'zi belgilashga chaqirganlarning xiyonat, ya'ni vatan xoinligi harekatida bo'layotganligini eskartyapsan. Shundaq bo'lgan vaqtida men bu albatta Sharq Turkiston Surgun hukumatining prezidenti bo'lib turayotgan vaqtimda İlham To'xtaning haqida shundaq bir narsani aytgandim. U chaqda keng ko'lamda umumyuzlik menga hujum qilingan. U chaqda mening deganim İlham To'xta agar Sharqiy Turkistonni Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir kısmı ve şundaqla Uygurlarni Cumhuriyet milletinin bir terkli kısmı degan asasda dava qilgan bo'lsa, İlham To'xta bu yerda vatan xoinligi qilayotgan bo'ladi degan mushu ma'noda gap qilgan edim. Hozir senmi mushu ma'noda gap qilyapsan. Shundaq bo'lganda bizning en asaslık teşkilatlarımızın bir bo'lgan Dünya Uygur Qurultayı'nın asasi programmalarida yoki bo'lmasa nizomnomasida uch oshkora aniq qilib o'z taqdirini o'zi belgilashni o'zlarining g'oyasi o'ttirisida shaklida o'ttirib qo'ydi. Agar mushundaq bo'lgan bo'lsa, seningcha Dünya Uygur Qurultayı va uning rahbarlari vatan xoinligi qilayotgan bo'lamdi? Ben bo'ldi, nayt yaxshi savollarni qo'ydim. Men bir avval menlik o'z taqdirini o'z belgilashni bir kichik misol bilan yaxshi tushuntiray. Masalan, mening uyim. Men uyimga masalan bir 7-8 Xitoy kelib o'ttirib oldi. O'z taqdir o'z belgilash degan nima desang, Xitoylar berib yolborib, ey masalan uyni o'ttirib oldim, men talat qoldim. Garajni menga bersang, va shu garaj kirib yomg'ir beshim kun tushmay, yomg'ir tushmay, o'zim bir langma itib yeyishimga ruxsat qilsang degan gap. Mustaqil degan nima desang, go'y bu uysini onangning haqqi bormi? Chiqar go'ylar deb qo'ngdan tepib chiqarib bu ikkisining farqi ma'vu. Bundan keyin nurg'un vaqtlarda so'zlaganda esinglar chiqib ketmasin, biz ilishayotgan, bizni ishg'ol qilayotgan millat ruslar emas, Yevropaliklar emas, Xitoy. Bu hech qanday millatga o'xshamaydigan millat. Bu zaminga intayin ehtiyoj millat. Tuproqda masalanga Jiang Kaishi Jiang Jieshi deymizda, Jiang Kaishi demda qo'ng'iz. Jiang Jieshi Tayvanga qechib chiqib ketib qolgan vaqtidami Sharq Turkiston Jungoning bir qismi deb oshini berib yetishgan. Mustaqil davlatning xoini bo'lmayman degan. Ularning shu UFI davrida, UFI davri shu biz Uyg'urlar, Mo'ng'ullar bilan so'qashgan davrida ilk Chinxuy degan birisi ashuningga xiyonatga aşı taraf bo'lib, davlatga xoinlik qilgan, aşı hozirgacha basanglar Xitoyda Chinxuyning haykali bor, qo'lini bog'lab mushtaq qilib turgan xalqlar to'piga tashatdi.
Shuning uchun. Shuning uchun bu narsa bu farqi bizning har qanday ishni qanday men kim bilan aloqalashyapman degan masalada o'ttir tursak bo'ladi. Masalanga Wei Jingsingni alaylik. Wei Jingsing degan dunyo Uyg'ur qilib beshig'i toj qilib ko'tarib yurgan narsa. Kim shu cho'ng suhbatda Uyg'urlar sen mustaqil dedingda bu dunyo Uyg'ur qilgan suhbatda bularni rasvo qildi. Dunyo Uyg'ur. O yerda Xinjiang Jungo'ning bir qism deganda Wei Jingsinglarni yo'l bermaydi. Bu benim yerim. Sen cimto. Ben sana fakat ancımınca nan içimlik beriş için, sen ancımınca nan içimlik yiyiş için künden yağmurdan bir dal değiliş için bir cayını talatsan şununla koşulman deydi. Şunun için bu okşamaydı. Onun ki İlham Tohtu'nun meselesini sorap kaldım. İlham Tohtu'nun meselesi ben İlham Tohtu'nu tanqıtlamayım. İlham Tohtu'nu maktap makal yazgan. Çünkü İlham Tohtu'nun coğrafya orunu okşamaydı. İlham Tohtu'nun coğrafya oyunu mesela Xitay'da. Xitay'da turup bizmi şu Şarkı Türkistan vaktimizde hiç kaçan Şarkı Türkistan dellenmedik. Amerika'ya çıkma uzun xeyli yıllar Şarkı Türkistan dellenmedik. Üyedim o teşkilçi komünizmni maqtagan söz ben üniversitenin atalmış Şinjan Üniversitesi Matematik Fakültetini okutquchim Amerikaga kelishdan burun 5 yil okutquchilik qilgan har haftaning uchi yig'in ochatdik. Yig'inda nima qilatdik? Jungoninki birligi to'g'riliq, Junxo millatining birligi to'g'riliq, kommunizmning ulug' shu to'g'riliq so'zlaysa, boshqa so'z qilmaysa, mushundaq bir qo'ysang aytib aytadi. Shu İlham Tohti Aşağıda şu zulüm ostida İlham Tohti chiqqan yana bir Uyg'ur yo'q. Aşağıda Torda Uyg'urlarning Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash to'g'riliq so'z qildi. Mustaqillik emas. Uning qila oladiganı shu. Uyg'urlarningki masalan ishsiz masalalarini, yezlik masalalari to'g'riliq, mushular to'g'riliq paran qildi. Shuning uchun men İlham Tohti'ni yana bir botir deb hisoblayman. Ashad men bo'lganman dallanmatdim. U yerda men o gapni qilolmayman. U yer İlham Tohti'ning kimi unda gapni qilgan odam chiqmidi? Müşahede Mevlam gittiğinde bir gapni qıstirib ötey. Anandan keyin gapini davomlashtirsan, masalan İlham Tohti'ni sen aşağıda yaşayotganligi uchun, aşağıda degandimi o tag'ir Sharq Turkistonda emas. U Jungoning poytaxti Beyjingda yaşayotgan. Sharq Turkistonda emas shumi yana. Shundaq turuqliq sen aşağıda yaşayotganligi uchun mushdaq qilmay amal yo'q degandek bir xil uni aqlayapsan. Lekin men sendan so'ray. 1933 yılı Sabit Damollam Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni e'lon qilgan vaqtida Qashqarda emasmidi? Ikkinchidan 1944 yılı Şarkı Türkistan Cumhuriyeti e'lon qilingan vaqtida ular G'uljida emasmidi? Ya'ni Sharq Turkistonda emasmidi? Uchinchidan Zeyniddin Yusuf Sharqiy Turkistonning mustaqilligi, ya'ni Sharqiy Turkistonning egilik huquqini qayta qo'lga keltirish uchun qilgan inqilobida, harakatida, turishida yana Sharqiy Turkistonda borin demasmidi? Beyjingda emas shumi? Sharqiy Turkiston dedi. Undaq bo'lsa, bular vatanda turib, Sharqiy Turkistonning o'zida turib öz taqdirini o'zi belgilash emas, balki milliy ozodlik harakati deb beribdi. Shuni qila olibdi. İlham Tohti nima uchun Beyjingda turib, ya'ni Sharq Turkistonda emas, Xitoyda turib, bunday harakatni qila olmaydi. Qara, sen esingni ketmisan. Sabit Damollam Qashqarda qilgan vaqtida Qashqarda Xitoyning puhrasi 2% yetmadi. Bu gap bunda deyilmaydi Mevlam. Agar undaq deyilsa, Sen ketmaydi o vaqtda bütün Uyg'urlar shu mustaqil qurman deb gur chiqalatdi. To'g'ri yo'q de. So'zlab o chiqqan. İlidimi? İkinci Cumhuriyet G'anibatullah shu nilqining bir saqchiyalaridan qo'zg'alan qilib boshladi-ku. Shu boshlanib ketgan vaqtlarda ular deganda ular boshlandi. İkinci Birinci Cumhuriyetning varisini qilmasa Xitoyning kuchi yo'q deya yerda ancha.
u yoq Xitoyning Ay, kuchi yo'q. 44 senin degan bo'yicha mangsa 44-yilimi Xitoyning kuchi yo'qmidi? Xitoyning kuchi bak chiqdi, masalan, o chaqda. Ya Xitoyning kuchi masalanga G'uljidagi butun shimolda Xitoyning kuchi bir kuratdi armiyasi. Kurat bir polik batdi Xitoyning. To'g'rimi? Xitoy bir polik batdi, G'uljida bir polik batdi, Shexoda bir diviziya batdi. Xitoyning armiyasining eng kuchli askari Xitoyninki shu vaqtdagi Shexoddi. 30 ming askar bor. Albatta. 30 ming askardi. Endi shu vaqt İlham To'xti Bejinda oliy maktabning professori. Ashad o chiqib mustaqil deb ashadga mayag chiqsa nimdaydi uqmayman. Mayag chiqib de Xitoy paras o'qitamda uni uqmayman. Ha? Men shu muhit, shu jo'grafiyani akasam ashada o Zhongyang Minzushuyanninki professori, to'g'rimi? To'g'ri, lekin Mavlaning bu yerda sen xoinlikni aqlavarsın. Tor kurdi. U yerda bir tor kurdi. Uning to'riga men kiratdim vaqtida. Shu to'rida u Sharq Turkistondan chiqib ketdi degan bo'lsa bir kun yashanmadi. Hamma biz uqmatdik uni. İlham To'xtinmi hech kim uqmatdi. Shuning bilan u men doim qo'yganda abgay bir ishlarni shu yerdagi muhitga, chunki men o'zimni misolga olaman. Men Sharqi Turkistonda vaqtimda mustaqil bo'lsin deb so'zlab boqqan emas. Dallanmatdim, yiqimi kelanmatdim. Lekin uçaklarda biz deyitdik. Hem bizden bunu deganlar bor. Ve şundakla Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun qurban bo'lganlar az emas. Vatanimizda Qurbanlar bor. Mayliq nimo 49-yildan tortib 76-yilgacha bo'lgan qo'zg'olonlarni sanab baqsam, Sharq Turkistonda mustaqil harakat to'g'riliq 106 qitim qo'zg'olon bo'libdi. Hamma qo'zg'olonlarning 95%ni at qo'zg'olmas deganda ichidagi birisi xoin deb qo'yib mag'lub bo'libdi. At qo'zg'olonda. Endi ilhom masalan shunga bo'ldi, sen masalan uni mustaqil bir kun deysan, mustaqil deb o'lab ketsa mayligo deysan sen. To'g'rimi? Çünkü ayada sen degandek, sen biraz burun eskertkendek, İlham To'xti ayada ikki narsani e'tirof qilyapti. Birinchidan, Xitoyning demoqchi bo'lgan narsani e'tirof qildi. Birinchidan, Sharqiy Turkistonni Jungoning ayrilmas bir qismi deyapti. Anamizin Uyg'ur millatini Junxo millatining bir tarkibiy qismi deyapti. Shunda dedi. Shu ishkin dedi. Masalanga bu yerda masalan o to'rda chiqib, men uyatki men uningki masalanga İlham To'xtininki men mushta uning ana xiyoli kirib baqdimda, uning xiyolida men Uyg'ur masalasini bir xalqarolashtirish uchun, gavdalash uchun bu mening xiyolim. Juma men uning xiyoli emas, men o'zimning qiyos qilgan İlham To'xtining xiyoli. Men o'zim qiyos qilgan İlham To'xtining xiyolida men mandab qo'yinglar. Uningda agar Uyg'ur masalasini men bir xalqaro chiqsam, xalqaro so'zlasam, qandoq so'zlayman? Uni masalanga men mustaqil, masalan Junxo millatining bir qismi emas desam, meni atil yo'q qiladi. Men biroz Xitoyning hozirgi siyosatidan kichkan foydalanish uchun qilsam, shu nimani dalalayman? Uyg'urlarning ishsiz ahvolini, diniy erkinlik masalasini, u yerda Uyg'urlarga jiq ancha huquq berilmagan masalalarni men faqat shu masalalar orqali bunday islam kishilik huquq masalasini mustaqil masalasi emas, kishilik huquq masalasini sahnaga chiqalayman deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Sen biraz burun degandek, garajda, uyning garajidan bir bujikida bir balmishdek shu yerda chiqindan, yomg'irdan, bo'ron chopqindan saqlanadigan va shundaqla Xitoy tashlab bergan sunyakni g'ajash uchun shundaq bir fursat uchun Uyg'urlar uchun kurash qilyapti demak. Shundaymi? Endi sen sunyak emas, sen uni bir pasif holatga tushirib ta'sirlayapsan-ku, sen bir shoir bo'lgandan keyin. Ya, shu u men butun xalqarodagi mustaqil harakatlar oyatga ip ketib qolgan faoliyatlar masalanga turgan Almas Uyg'urlarni yozdi. O Uyg'urlarni yozganda uni oshkor qilgan Uyg'ur, uni tunji tanqidlagan Uyg'urlar o'zimiz, to'g'rimi? Turgan Almasmi uning endi Turgan Almasning eng cho'ng o kitobning beshida bu Xinjiang
Şərq Türkistan, Şinjan əzəldən Uyğurların makani deb başladı. Şərq Türkistan demedi. Aşınıldı mı yani? Mesela aslında Turgun Almaslar bu burun takan bu işçiden boğan bir müstakillik için köreç kılgan adamlar 11 bitim çıkkandı cimot dağın bolsun mu? Şunu mesela Şinjan əzəldən Uyğurların makani deb başladı kitap. Nimişka Cumgo'nun bir ayrılmaz kısmı demedi de andalı olursun. Nimişka Şərq Türkistan demedi. Yap bu yadı. Mevlan gap bu yer bunda emez. Şıkılıp Şarkı Türkistan Şinjan demdi nemdese aşağı amal yok depti. Lekin Şinjan Cumgo'nun ayrılmaz bir kısmı demepti. Şinjan Uygurlarının asli yurdi zemini makani depti. Makani dedi. Hem şu gap bunun talaş tartış bolsa buludu bu meselede İlham Tohur'a. Hazır içi bağı doğurma. Bir aşı kurul nimo Washington'da içilgan kurultaydı mı Sıdık Hacıkamı İlhan Tohtur'unu şunda tıllap sözlep ketken. Ben üzemne sağında fikir kesen o bir xil fikir. It's one point. Men üzemne İlham Tohtur'un halı eşeği ekilip men eşeğde bir Uygur meselesine kandak kılıp kiçkinem xalq arağamış vatanın içinden kötüreme muşu torumni tor arqılı kanda nim kılamen dedi. Şunun bilen o vaqtlarda onun torudan chet el bilan munosabat indoq biz ichib ko'ralatdik. Sen ko'rganmi? Kirib baqqanmi to'riga? Ko'rgan albatta. Yani to'r ichib ketgan Amerikalar keladiki, u shu orqali bir xalq oraliq to'rni qurib chiqqan. Uyg'urlarning ichidan shuningda burun chiqib boqmagan kimmi chiqmadi. Shu sababdan men İlham To'xtini shu vaqtlarda Uyg'urlarningki asha turib, o'zimni olaman. Men qayta so'zlab ketdim, men qilolmayman. Aşı cüret kılıp bir oğambalçılık kılıp aşı hizmetede ağırlık getiridigan, turmadan çıkıp getiridigan hemmini közde tutup durup aşını aşınçık derece aşağı sözledi. Şu sebepten ben onun numur berme. Okey. Hem de senin devatkanın Uygur meselesini dünyaya tanıtış degan muşu sözünün özü de mundaq bir sual kelib chiqadi. Yani Uygur meselesi aldı bilen nima degan gap? Birinci. İkinciden onu Uygur meselesini mesela Uygur'un zemenini Cumgo'nun ayrılmaz bir kısmı der. Ve şundakla Uygur ne? Hello? O balam beni otonomiyachilik qilmaysiz Ahmadjon Saronning sohbeti dersi. Vay ben sizde kim paran şarabimde? Mağdasın, söhbette mağda söhbette. Kim paran şarabimde? Hem de Uygur meselesi degan vaqtida birinciden Uygur meselesi degan nayt mücemmel bir atalgı. Çünkü bununki karakterini bilemeyimiz, eniqlemesi yok diyerlik. İkinciden Uygur meselesini dünyaya tanıtqa vaqtida onu birinciden Uygur degan ularning zemini Cumgo'nun ayrılmaz bir kısmı deb ve şundaqla Uygur degan bu xalq Cumhur milletlerinin bir terkibi kısmı degan muşu iki xil şekilde Uygurlarni dünyaya tanıtqanning nima foydasi bor Uygurlarga? Ma fikrim boludu masualı. Mesela men deymen bu iki coğrafya bir chet eldeki Uygurlar chet elde mağdur haqlar deydi milyondan artıq Uygur var deydi. Chet eldeki Uygurlarning birli vazifesi var. Biz Uygurlar deganda so'zlagan vaqtimizda biz mustaqil bir davlat, tarixda imperiya qurgan, ikki cumhuriyet kurgan, cumhuriyetni setib etgan bo'lsaqmi, ikki cumhuriyet kurgan, tarixdan qurilib kelgan bir davlat. Xitoy bilan hech qanday munosabatimiz yo'q. Gaylar odam burun maymundan paydo bo'lgan deb qo'ydi-ku. Darwinistda odam maymundan paydo bo'lganmismi? Uyg'urlar bilan Xitoylar o'xshamagan maymundan paydo bo'lganda bu dunyoga. Siz bular bilan hech qanday munosabatimiz yo'q bizningki. Şu xalq arada so'zlaganda bu masalada hech qanday mujmallikni qo'yish bo'lmaydi. Albatta. Mustaqillikni keskinda o'z taqdirini o'zi belgilashdak bunda mustaqillikni sotgan ideyani o'ttirib qo'yishga bo'lmaydi. Albatta. Belgilash degan bu ideyani har xil banolar bilan oqlash o'zi bu mustaqillik qilgan xiyonatlik. Shuning uchun buni lekin men hozir masalan vatandoshchidan Mesela atalmış Şinjan Üniversitesi için bir profesör çıkıp, meydana çıkıp, Şinjan əzəldən Cumgo'nun bir kısmı, biz avtonomiya bo'lgandan keyin
bu avtonomiya bo'yicha biz hozir Uyg'ur tilini ko'paytirish kerak. Hozir Uyg'ur tillar yo'qolib ketdi, men birdan tur so'zlam. Uyg'ur tilini asli kuchog'ida yo'qolib ketib bordi, bu to'g'ri emas. Biz musulmon bo'lgandan keyin masjidlarni qilish kerak bu avtonomiya bo'yicha. Bu Uyg'urlarning o'zining madaniyati va turmush qurish kerak. Deb, lekin bu Şinjan Jungoning bir qismi deb hozir birsi avtonomiyada bir kadr chiqib, yo bir universitetdan bir professor chiqsa, men ashuni qahramon deyman. Aşı muhitda aşını so'zlasa. Men shuni mening mushu so'zimdan ilhom to'xtini men qahramon deyishimning sababi shu. Okey, tushundim. Meningcha ko'rarmanlarmi Yaxshi, shuni mana suhbatga mushta bo'lish kerak. Masalan, Amerikaliklar bir gap bor, haqiqat degan basnodirning ichiga yoshirilgan deydi. To'g'rimi? Sen bir xil fikr bo'lding, men bir xil mushunda o'xshamagan fikrlar o'ttirga chiqib, mushta so'qishib, qavlangan vaqtimizda, endi biz budaqitin Sharq Turkiston qaytganda biz quruq qo'l qaytmaymiz. Endi bizning ideyamiz qavlandi. Mushunda o'xshamagan fikrlar keskin 100 qaramay keskin munozara qilish kerak. Buni to'g'ri deb qilding. Qani davomlashamdik. Ondan keyin mushu men shunda qarayman degan suhbat programmasida sen bilan suhbat qilganga qadar bir qancha, ya'ni bir 10 necha, 20 necha odam bilan suhbat bo'ldi. Ko'pincha mushu suhbatlarda mushu millat to'g'risida, ya'ni Uyg'urlarning millat masalasi to'g'risida suhbat bo'lgan vaqtida Uyg'urlar haqida beriladigan aniqlama bundaq 3 xil shaklda bo'ldi ekan. Men buni sana bir eskartib yoki tasvirlab o'tay, andan keyin mush haqda seningki qarashingni so'ray. Oldi bilan bir turkumlar Uyg'urlarni etnik deb qaraydi ekan. Ya'ni az sonliq millat, Jungodagi bir az sonliq millat shaklida qaraydi ekan. Bunda qaraydiganlar Uyg'urlarning kishilik huquqini talab qilishni asosliq masala ko'radi ekan. İkinci turdagilar kişilik hukuk, Uyg'urlarning kişilik hukuk uchun kurash qilishni emas, balki Uyg'urlarning mustaqilligi uchun, mustaqil Sharqiy Turkiston uchun kurash qilishni o'ttirib qo'yayotgan bir turkumlar bularmi yana Uyg'urlarni bir millat sifatida ko'rmaydi ekan. Ya'ni o'xshashlar Uyg'urlarni boshqa Qozoq, Qirg'iz, O'zbeklarga o'xshash ish bo'lmaganda vatanda bir az sonliq millat shaklida ko'rdi ekan, etnik shaklda ko'rdi ekan. Uchinchi bular vatanda az sonliq millat deb ko'rkadaysan. Bu az sonliq millatni kimga nisbatan az sonliq millat deydi ekan? Ma ikkinchi turkumdagilar shu vatandagi, ya'ni ular ikkinchi turkumdagilarning qarshida Uyg'urlar Sharqiy Turkistonning millati emasmish. Sharqiy Turkistonning millati Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq, O'zbek va hokazo mushundaq millatlarning yig'indisimiş. Va buni ular Uyg'ur millatdan farqlantirish uchun ulus deydi ekan. Ya'ni Sharqiy Turkistonning ulusi deb ataydi ekan. Bu ulus Uyg'ur emasmish. Masalan, Uyg'urni o'z ichiga olgan boshqa millatlarimiz. Shu asosda bular Uyg'urlarni yana Sharqiy Turkistondagi bir asonliq millat. Ya'ni Sharqiy Turkistondagi ulus emas, Sharqiy Turkistonning millati emas deb qaraydi ekan. Uchinchi turkumdagilar bo'lsa, Uyg'urlarni Sharqiy Turkistonning millati deb qaraydi ekan. Sharqiy Turkistonning millati. Ammo Sharqiy Turkistonda yashayotgan Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq Turkiy millatlarni Sharqiy Turkistondagi az sonliqlar hisoblaydi ekan. Ammo Uyg'urlar bo'lsa Sharqiy Turkistonning
milleti hesaplandı ekan. Mushunda qaraydi ekan. Mushunda uch qarash bor ekan Uyg'urlarga nisbatan. Uyg'ur xalqiga nisbatan. Mushu uch xil qarashning ichida sen yaxlaydigan bir xil bir türü bormi yoki bo'lmasa senmi Uyg'urlarga nisbatan bu uchiga din farqlanadigan shaklda Uyg'urlarga bir qarashing va ularga beradigan bir aniqlamang bormi? Qara oldi bilan asonliq millat degan bir Uyg'urlar degan bu Xitoylarningki aqlligi. Sharq Turkiston Xitoy yin kirgan vaqtda Sharq Turkistondagi Uyg'urlar bir Xitoyning soni bir 5%ga bormaydi. Bularlikı Xitoyan Xuanju limni o'g'irlab turkni almashdi degan yilini ishiltib, men pidai ekran shuni so'zlayman. Shuni ishiltiblar Asonliq millat xuddi ko'ngil bilmas degan narsani Uyg'urlarga otib qo'yiblar Xitoylar 50-yillar. Kirganda otib qo'yiblar, o'zi xo'jayin bo'lib oldi. Bu Xitoylarning Xitoyan Xuanju deydi 36 yilining biri. Mushning bilanlar Uyg'urlarning nimqani Uyg'urlarmi shu vaqtdagi liderimiz hammasi biz asonliq millat bo'lgandan biz g'amxo'rlik qilmamsan, uni buni qilmamsan deblar asonliq millat degan qalpoqni shunday kaydirib qo'ydi Uyg'urlarmi do'ppikaydim boshimga yarashdi ajab boshimga degandek do'ppini kiyiblar Uyg'urlarmiz yostiq pepla va qiltaq tushibli ketdi. Bu Xitoylarning ishlatgan tunji yilisi Uyg'urlarga kirgandan keyin. Undan keyin ikkinchi yilisi bu Xitoylarning ishlatgan bütün sazandilarni, artistlarni ishkirga olib o'qatdi. U maaşlıq qildi. O tarixda Uyg'urlarda sazandilar undan maaşlıq bo'lib boqmagan. Tarixda Uyg'urlar bular degan ancha-muncha podshohga maaşlıq qiliblar, bularni hamma yerda uningki podshohga chiqiblar, Ozod Shinjong degan naqshini aytdi. Asonliq millatlarning naqshi bo'liblar, hamma yer ketdi. Endi ishkirlarda bu asonliq millat shovshu minzo deblar, naga mangsa, iliq maytli yo'g'on uchoq ishak ta'tir minib olgan Nasrda apandimning rasmini chiqarib Xitoy millatiga Uyg'urlarni ashundoq tunishdi. To'g'rimi? Endi hatto Qurban Tulum. Mavdudan ko'rishgan vaqtidami rasmga u degan o'rda deganga kirishdan burun sen yasab, undan keyin sen u o'rdaga kirishdan burun turgan nimani qarsang maytli mushto uchoq iliq mushto ig'i yo'q kaltishtonni kiyib iliq mushto jugan rasmni mavdun bilan ko'rashgan chiqadi. Bular hammasi Xitoyning mayaq asonliq millat qilib, seni yo'qtib, oyoq xalq ichida bunisini birini yovvoyi millat qilib ilib borgan bu Xitoylarning tunji yilisi anayt cho'ng g'alaba qozondi. Undan keyin Uyg'urlar biz shovshu mindu bo'lgan biz asonliq millat nim bermamsa deydi. Har qanday universitetlarga manganda asonliq millatlarga son ajratdik deydi. Xizmatlarga bergan asonliq millat son ajratdik. Xuddi bir yaxshi ish qilgan bo'lib turib, kengchilik qilyapgan, kengchilik qilyapti. Ya kengchilik qilib turiblar bu millatni o'zini egangda yo'qotma. Sen o zaminning kichik bir son bo'lsa, egisi bo'lmaysan-ku. Albatta. 4% Xitoy asos millat bo'ldi, 96% boshqa millat asonliq millat bo'ldi. Ikkinchi iliq sen ikkinchisida iliq independent human rights sifatida ulus emas. Uyg'urlar men tarixchi emas. Uyg'urlarning tek-tekda tarixni surishtirmasanlar shu nima Turg'a Almasning kitobi men o'qigan Uyg'ur tarix kitob Uyg'urchada bir Turg'a Almasnikini o'qibdiman. Nabijon Tursunning 7 va 8 qismini o'qidim. Ila Xitoy Xinjiang Jianshi Xinjiangning tarixi degan bir kitob borki, hamda 1500 u kitobda xeyli obyektiv yozibdi. Uyg'urlarning tarixini ashlimini yasayotgan 1500 yilga olib boribdi. Uni o'qidim. Endi inglizcha chiqqan kitoblardan bir 20 dakni ko'rdim. U inglizcha kitoblar oqqanda umum tarix emas, har bir mazgilni tasvirlab yozgan kitoblar. Shu to'g'ri ko'rindi. Shuning uchun bu Uyg'urlarning ulusdan Uyg'urlarni har qanday Uyg'ur o'zini u yerda asonliq millat degan zaman shu o'zining shu zaminga bo'lgan xo'jayinligini yo'qotdi. Sen xo'jayin emas. Sen shu yerdagi bir tarkib bir narsaning atomning nurg'un tarkibiga bir tarkibga aylanib ketdi. Bu Xitoylarning ishlatgan bir yilisi. Endi Uyg'urlar adima 3-chi masalaga kelsang, Sharq Turkiston
Uyg'urning zimini deymiz. Albatta men bu masalanga men Sharq Turkiston deb ishlatma to'li yerlarda. Uyg'uriston deb ishlatishga ashta ishlatsak bo'ldi deyman men bu xiyolda. Uyg'urning zimini u. Masalan, qozoqlar Qozog'iston deydi, u yer 1 million Uyg'ur bor. Hech qachon ulardan bizni qaytib birini demamsa demaydi. Biz masalan Sharq Turkiston, Uyg'uriston desak, u yerda hech qachon qozoqlar chiqib bizni nima ish demaysa, bizni nima ish bizni ketimiz, bizni qaraysa demaydi. Chunki ular bildi Uyg'urning ismini. Uyg'uriston desa mayli meni chatdi. Men lekin Sharq Turkiston ishilishim ikki jumhuriyat Sharq Turkiston deb qurilib ekan. Amerika kelgan yoqqa tashkilotlar, Uyg'ur tashkilotlar barliq hujjatlarni Xitoy, Amerika Kongress bo'lsin, Prezident Oqsaroy bo'lsin, hammasi kirgan hujjatlarda Sharq Turkiston deb ekan. Shunga men Sharq Turkiston deb olaman, so'zlayman. Endi Sharq Turkiston nimaslanga bu bir endi sen bilan ishimiz qaytib qoldingmi? Sen bilan ishimiz basmunozir qilgan bu bir endi bir parlament. Masalan, hozir Sharq Turkiston mustaqil bo'lib, mana uni Sharq Turkiston desang mayli, Uyg'uriston desang mayli, Ahmad desang mayli, Samat desang mayli. Avval bir mustaqil bo'lsaqlar. Mavlam gap bo'liq Sharq Turkistonmi, Uyg'uriston degan masala emas. Bu yerda faqat Uyg'urlarning zodi mushu davlatning millati yoki ulusimi emasmi degan masala. Ya'ni masalan deydi, millat bilan yoki ulus bilan davlat nayt chambarchas bog'langan narsa. Bilasan. Masalan, nation ve state. Nation bilen state, ikisi state olması nation bulmaydı. Nation bulması state bulmaydı. Muşundak çemberçes bağlangan, muşundak bir iki hukum ne? Bu ulusçılar, hazır yeniden çıkan bu ulusçılar, bunu handak şekilde bölüp atıdı, ayırıp atıdı desen, Uygurlar ulus emez. Demek Uygurlar ulus bulmasa, ondakta Şarkı Türkistan degen bu state, yani bu devletin İlgisi Uygur emas degan gap. Yani millet Uygur emas. Onda olsa onun milleti nima dese deb so'rasang ulardan Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Şarq Turkistonda Xitoydan boshqa bu milletlarning hammasininki birligi, jug'lanmasi ulus bo'ladi, mushlarni deyilgan gap. O'rtaq qismni nim qo'ydi ekan, aşağı deyman desa. Sharq Turkiston ulusi deydi ekan. O bir millatni atalg'usi emasda. Ya ularning nazarida millatning atalg'usi bo'larmish. Qara, bir miyada masalan hozir Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston bular mustaqil bo'ldi. Mustaqil bo'lganki, bularning olimlari qandoq so'zlayman so'zlay oladi. Erkinligi bor, material yaqin, iqtisod asosi kuch. Biz Uyg'urlar nihoyat ojiz. Bu tarix masalan hozir men bilgan tarixni tadqiq qilgan Amerikada shu bir necha yil bor. Bir necha yil bor. Nimba dünya bu Uyg'urlarning hozir ularga taqabul turib bizning zimin mush Uyg'ur degan Uyg'ur mushaning ulusi Uyg'ur bunday ulusi Uyg'ur bu masalada muzokara qiladigan masala emas, shu masalada tushuntirishga u ziminning ulusdamdo nima desin tanglimining o'ng tarafi bo'lsa so'ng tarafi Uyg'ur. To'g'ri. Men tushundim bu masala. Bu masala biz Uyg'ur olimlari bu masalada mujmallik va ikkilansak bo'lmaydi. Buni ulusdan nima de shu sen degan atalg'ushi Uyg'ur. Uning lug'at ma'nosi Uyg'ur deb so'zlab maqsad bo'ladi. Ularni o'sha endi lekin bu mustaqil bo'lgan odamlar erkinlik chiqib bo'lgandan ular xohlagancha so'zlaydigan bu kitida qara. Pulni oldida bu so'zlayotganlar yana shu o'zlarini Sharq Turkistonlik, o'zlarini men Uyg'ur deydiganlar. Lekin to'g'ri masalan bir qozoq degan ikkinchi jumhuriyat vaqtimizda biz oldiga chiqib eng jiq kurash qilgan biz qozoqlar to'q. Ikkinchi jumhuriyat degan, demak hamma qozoq bo'lyapti. Lekin u bizning jumhuriyatni shu yerda qurilgan butun nimasi asos Uyg'urlar. Bu devlet bo'lsa bu Uyg'urning zimini. Albatta. Men o ulus degan ismning tarixiy ma'nosi kelib chiqishlari, lug'at, grammatik nimalarigami tilshunos ma'nosini izlanib boqmadim. O'slarning ishinglar, mayli sen nima de, men charim yo'q. Menda tanglim qursam sen oyoqqa nimani qo'y, mayoqqa Uyg'ur. Okay. Men tushundim seni. Men shunda qarayman. Va shundaqlar ular bilan men shundaq suhbatlarni o'tkazdim. Ya'ni Şarkı Türkistan
Uyg'urlar yoki bo'lmasa Sharqiy Turkistonliklar yangidan qurgan davlat emas u. U faqat tarixdan buyanqi Uyg'ur davlatining, ya'ni Uyg'ur millatining qurgan davlatlarining asliga kelishi. 1933 bo'lsin, 1944 bo'lsin va yoki uning burunqi Qashqariya davlati bo'lsin, bularning hammasi mush uchisi Uyg'ur davlatining asliga kelishi. Asliga kelgan bir urinishlar. Uzun turmadi, masalan, Qashqariya 10 yil desak, 33dagi Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti necha oy desak ve şundaqlıq 44'ni bir yılga bağmagan vaqt desek, yoki 2 yılga bağmagan vaqt desek 46 hesaplagan vaqtda 11 bitimden keyin. Çünkü 11 bitimden tugaydi o Cumhuriyet. Endi mening demoqchi bo'lganim, Uyg'urlar millat bo'lmasa yoki ulus bo'lmasa, u chaqda Uyg'urlar tarixdan buyon qurgan davlatlari nima bo'ladi u chaqda? Mundaq bir savol kelib chiqadi. Anadan keyin Uyg'urlarni ular ulus emas deb atab, Sharqiy Turkistonning ulusi bo'lishi kerak degan vaqtida Sharqiy Turkistonni, masalan Qozog'istonniki egilik huquqiga qozoqlar ega, O'zbekistonga o'zbeklar, Qirg'izistonga qirg'izlar deb ular ashunday e'tirof qiladi ekan va shularni ulus deb qaraydi ekan, lekin Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarni ulus deb qaramaydi ekan. Demak, Qozog'iston qozoqlarning, O'zbekiston o'zbeklarning, Qirg'iziston qirg'izlarning bo'ladi ekan, u Sharqiy Turkiston Uyg'urning bo'lmaydi ekan. Yana Sharqiy Turkistonmi Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, mushnu bir muncha atalmış Türkiye milletlerinin içidemi Uygur'un öz içine algan asasda muşular Sharqiy Turkistonning igisken. Yani ulusken yoki milletken de. Bu yeni bir taraftan elbet vaqtida Xitoyning Uyg'urlarni asonlik millat deganidan hech qanday farqi yo'q. Bir urinish endi. Endi bir davlatning ismini nima qo'ysa, tarix deganda o'zgarib turgan narsa qara. Masalan, Xitoylarning tarixini so'zlasang, hozirgi Junxarmingunxo'ga kelgicha, bahar urush davridan yil olsang, 30-40 qitim o'zgardi. Gomindan Junxarmingo degan, hozir Junxarmingunxo'go bu degan bu millatning nazmi Junxarmingo deganmi teqa chiqqan 30-yillar chiqqan gap oldingi asrda. 100 yil bo'lgan, 100 yil bo'lmagan atalg'u u. Tarix degan bo'ldi. Masalan, bizning davlatimiz haqiqatan mustaqil bo'lsa, o Uyg'ur asos millat. Albatta, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek bular hammasi bizning qarindosh millatlarimiz. Albatta. Hammasi o'sha davlatning xo'jayini, yashaydi. Bir xo'jayinga rahbarlik millat bo'ladi hamda u bir endi bu masalani masalan bu yerda haqiqatan bir kurash, mustaqil kurash jarayonida mush Qozoq, Sharqiy Turkistondagi Qirg'iz, mush millatlarga tayinimiz. Ashlar biz bilan jang qiladi, kurash qiladi. Lekin bu yana ularning yer bo'ldi-ku. Manda islahmi butun hammasi mustaqil davlati bor. Shu yerda bor mavi Uyg'urning zimini. Masalan, men Uyg'uriston deganni yaxshi ko'raman. Lekin men Amerikadagi masalan tashkilotlar Uyg'uriston deb almashtirsa ismini men agishmayman. Lekin o'z oldimga chiqib olmaydi emas. To'g'ri Sharqiy Turkiston Uyg'uriston ishini almashtirib ishlayverman men bu yerda. Chunki hozir ishlayverman men hozir masalan surgun hukumat asosiyatini Sharqiy Turkiston deb ishlatdi. To'g'ri. Uyg'ur Amerika birlashmasi Sharqiy Turkiston deb ishlatdi. Amerikada Uyg'uriston deb ishlatgan bir tashkilot yo'q. Shuning uchun men shu tashkilotlar agishim, men o'zanga qo'yib bersam, men Uyg'uriston deganni yaxshi ko'raman. Chunki bu Uyg'urning zimini. Ota bobolarimizdan kelgan o tarix deganda davlatning ismining bo'lishi muhim emas. Davlat ismi deganda har davrga qarab o'zgaraveradigan gap qara. Xitoylarnikiga qaramamsan. Bu endi mesela Sharqiy Turkiston qandaqli bo'lmasin 1933 bilan 1944da Sharqiy Turkiston deb atalib ekan. Bu bizning asliga kelgan davlatimizning etgan to'q, nomi ekan to'q. Shunga hamda aşı nomni biz asliga keltirimiz davatqanligimiz uchun qo'llanamizda. Bu deganlik qandaqdir? Bu Sharqiy Turkistonningki millati egisi Uyg'ur emas deganlik emas.
Ya, Muşunu ben bunu Iraklarda destekler mi bunu? bu mesela 33-nji Sabit Damullam, ayakta İlhan Törler, Şərqi Türkistan iki cümhuriyet o arlıklarda hoteller, üyeler karşıdan nurgun devletler kurulup gittiğe öz aldığa, uşak açta cumhuriyetler. Asasiyetten olaylık şu öz aldığı birimlerin gayları Uygur deptike gayları İslam din deptike bir uşak kurulganlar şunda cıhke bunda okup baksan tarihlerinde. Hem ben şu sana şu ideya, ben adı şıltıdığın yerim, Şərqi Türkistan deydiğin yerim, şu aldığın iki cumhuriyet şunda deptike. Mesela aldığın iki cumhuriyet Uyguristan diyen mesela ben adı Uyguristan dettim. Elbette, elbette. Ya şu bir tarihte yazılıp kalan ki, hem Amerika'daki teşkilatlar şunu işilttim, ben şunu Şərqi Türkistan'da işilttim, Uyguristan'da işletse kollayım, onun benim hiç kanda fikrim yok. Xuda hazır ben seni Mevlan degan Uyg'urcha emas. Shunasini aytgan Uyg'urcha bo'lgani yaxshi o'zing Uyg'ur bo'lganligin deb seni ananikin masalan Dolqon deb atib olibman. Shunda qilgan o'xshashli gap. Lekin sen yine yani Mevlan deb tanilgan boshqalarga, shunga men seni Mevlan demasam boshqalar Dolqon desam seni deyotganligimni bilmaydi-da. Gap mushada. Bu yerda mundaq bir savol tushibdi. Uyg'urlar Sharqiy Turkistonning birdan-bir varis egalari. Yani birdan ha? Bu savol emas ku. Aha, ya men bunda tushganda odat savol shudu, qarasam bu yerda ashta yani hukm tushiribdi bizga. Yani qarash. Kız qarash. Men ama rasmi islam, men hozir Şərqi Türkistandan da Uyg'uristandan da bu talash tortishning menga hozircha hech qanday ahamiyati yo'q. Nima bu muhim emas. Şərqi Türkistanda men ikkisini qabul qilaman. Mustaqil bo'lgan vaqtimizda shu vaqtida shu parlamentda nim deb bekitsa shu Turkiyani Turkiya hozir Turkiya deb ataydigan bo'ldi. Turk demay Turkiya deb ataydigan bo'ldi, to'g'rimi? Davlat ismini. Bu yerda Mevlan, bu yerda sening deganing men qo'shilaman. Şarkı Türkistan mı, Uyg'uriston mı bu muhim emas. Bu muhim emas. Lekin bu yerdagi eng asosli masala mushu davlatning millati Uyg'ur va mushu davlatning egilik huquqiga sahip yoki egilik huquqiga xo'ja xalq Uyg'urlar. Mushuni ham ta'kidlash kerak-da, endi mening demoqchim. Uyg'urni asos qilgan boshqa asonliq millatlarning ortak davlati. Elbette. Hech qanday bir davlatda asonliq millatlar bo'ladi, asonliqlar bo'ladi. Albatta, u cho'qim. Va shundaqla Sharqi Turkistonmi, kelgusi quriladigan ya kelgusi asliga keladigan Sharqi Turkistonmi, Sharqi Turkistondagi Uyg'urdan boshqa asonliqlarningki haq-huquqlarini mangu qo'g'daydi. Shundaqmi, shundaq emasmi? Shunga buningda hech qanday bir chataq bo'lmaydi. Davlati bo'ladi. O'xshash shularning davlati o'mi. Albatta. O'xshashlik gap davlatda. O'xshashlik gap shunda. Albatta. Hozir endi masala bu yerdagi bu masalani men o'tirib qo'yishim Mevlan millat degan so'zga bo'lgan tushuncha. Ya'ni inglizchada biz vatan sirtida yashayotganlar butunlay men surgunda deyman, boshqalar diasporada deydi va yoki vatan sirtidami deb qo'yamiz. Mushu vatan sirtida yoki diasporada ya surgunda yashayotgan Uyg'urlar va Uyg'ur tashkilotlari odatda millat degan so'zga bo'lgan tushunchasi aniq emas. Shunga bu yerda men bu so'zni sen bilan o'rtoqlashmoqchi. Ya'ni bu so'zning atalg'u ma'nosini, millat degan so'zning atalg'u ma'nosini. Ya'ni sen inglizchada yaxshi, inglizchada masalan millatningki inglizchasi nima sening nazaringda? Men inglizchani hozir izlab boqmadim. Endi millat degan, masalan o inglizcha nationality degan bilan nation bilan nationality gay vaqtida bunda bir-birsida ma'nosi giralishib ketgan yerlarim bor, inglizcha ma'noni o'qisang-chi, qara. Nation degan davlat degan bilan giralishib ketadi. Bu atalg'ularchi nechqil ma'nosi bor. Nation degan davlat bilan bunda birlashib ketadi. Nation degan nationality bilan bunda kesishadigan yerlari bor bu ma'no jihaticha bu ikkisininki. Endi masalan millat degan so'zni sen inglizchaga tarjima qilishga majbur bo'lib qolsang, nima deb tarjima qilasan? Shu ma Uyg'urchadan inglizchaga tarjima qilmoqchi bo'lib qolsam, millatni.
Ben milletten Uygurca ekme şu toprakta neçe ming yıl yaqı şu toprakta yaşayan, şu toprakның egisi bulup, şu toprakta qiyni, şu toprak bilen jugurlangan gavda deb hisoblayman. Ben Onu yani İngilizce nima deb tarjima qilsa? o İngilizce tercüme it's a little bit complicated. Okay. Yetpedi sanlar ben keyin yetib beray, bir ağzım nim qilib qo'ymay yetib beray. O to'g'riliq nim qilib baqay kichkina nim deymansa uni chiqarib qo'ysang shu so'zi ketib qoldi. Agar mushu nim qilmasanglar men Uyg'urcha nim deyman, o'zim so'zimni chunki chiqib ekan hozir mundal desam o mening asli demoqchimdan mundaq chatlab ketgan bo'lsa, mana shu so'z haqni o'tir tarqilib ketadi. Men yezib kim mushningki imzo qo'ydigan yerga yezib qo'yib qo'yayman. Mesela misal beray. Zhuang milleti deyimiz, Zhuangzu. Şundaq-ku? Zhuangzu bilen Uygurlar mesela. Uygurlarni mı millet deyimiz biz Uygurçada. Zhuangzu'nu mu millet deyimiz biz Uygurçada. Lekin bu iki milletten farkı var mı? Albatta farq bor. Guangzhou degan azaldan tortib shu Xitoyning ichida yashagan, Xitoyning tabiatidagi o'xshamagan tilda so'zlaydigan, o'xshamagan turmush odati bor bir millat. Yaxshi. Uyg'ur degan azaldan Xitoy bilan munosabat yo'q. Tarixda Xitoylar ishg'ol qilgan millat. Xitoyga hujum qilgan. Xitoylar bir shungnu deb so'qishdi-ku, shu shungnularni bir tarmog'i Uyg'urlar. Bu ikkisi albatta o'xshamaydi. Shunga Guangzhoular indigenous kirdi. Şu yani indigenous degan gapni men davlat qurib boqmagan, ya buningdiki davlat quranmaysa degan gap. Guangzhou, Beizhou, Yizhou, nimani için nurg'un millatlar bular dunyo 460 indigenous millati bor. Bular indigenous kirdi. Uyg'urlar indigenous kirmaydi. Uyg'urlar tarixda davlat qurgan, yaqin zamonda ishqidim qurgan, imperiya qurgan, kelgusi davlatini qurimiz deb kurash qilayotgan millat. Bu ikkisi osmon yer farqi. Sen Uyg'urlar masalan indigenous desang, Uyg'urlarning tarixidagi mustaqil davlat qurganligini inkor qilib qolmay, Uyg'urlarning kelgusida davlat quradigan imkoniyatiga qasd qilsa. Ikki tarafdan intayin cho'nsa. Shuning uchun Guangzhou bilan men uni buni farqlantirgan narsa emas bu. Selishtirgan narsa emas. U degan bir indigenous shuyaning bir yerning egisi, biz degan bir zaminning egisi, mustaqil davlat bo'lgan Xitoy bilan hech qanday munosabatimiz bo'lmagan bir mustaqil davlat. Bu ikkisini selishtirgan bo'lmaydi. Mana mushu sizniki mushu hozirgi Guangzhou bilan Weizhou ikkisiniki bo'lgan aniqlaman tushuntirishingni men hozirgi kelgacha suhbat o'tkazgan, suhbat qilgan bizning mana danlıq, monument degan ziyolilarimizmi mushu masalalarda qaymoqib qolganligini his qildim va ko'rdim. Hatto uluschilar deb atalganlarmi Uyg'urlarni shu Guangzhouga o'xshash bir xil shakldagi millat shaklida ko'rdi. Ya'ni nation emas. Ya'ni bir davlatning millati emas. Va shundaqla bir davlat qurishga haqliq bo'lgan millat emas. Shunga ular ulus degan so'zni ko'tarib chiqib, faqat davlat qura oladigan xalqlar ulus bo'ladi, ya'ni nation deb inglizcha bo'ladi. Shunga Uyg'urlar ulus emas, shunga Uyg'urlarning bundaq haqqi yo'q deb mushundaq sapsati bilan Xitoyning asonliq millat hukumini tushanchisini amillashtiryapti. Ya'ni muayyanlashtiryapti. Bunda ideya, bunda tashviqotlarni men anglayman. Vatan ichi deysigo, uningga bo'pti, besimda deydi. Sen tarixchi ma'lum bo'lgandan keyin, hozir butun Uyg'urlar, nimalar, Uyg'ur professorlarmi masalan universitet, men kelganlar bilan so'zlashib turman, nurg'unlar bilan. Universitetning ichida masalan o Şinjan degan gapning ma'nosini yangi tepilgan tuproq emas, qadimki zamin egisi qaytdi degan deb so'zlaydi ekan. Uyg'urlar ham shunday so'zlaydi. Hozir Uyg'urlarmi nimada masalan universitet professorlar Uyg'urlar turk emas deb so'zlaydi ekan. U Xitoylar Türk bilan biz Uyg'urlar Türk bilan munosabat yo'q deb, turklar bilan orib etishda bu Jungoning bir qismi degandiki Türk emas deb tashqi qo'yganki, professorlar shunday deb so'zlash ekan.
Endi-chi mandaq bir narsa bor. Hı hı. Biz da'vo qilyapmiz, to'g'rimi? Avval Evet. da'vo degan 3 narsani ichiga oladi. Tuproq, zuvan, e'tiqod. Har qanday da'vo mush 3 omil bilan tarkib topadi. Masalanga Guangzhoularning qildig'ini to'liq zuvan da'vosi. Bizni erkin so'zlatgan deydi. Men Tayvanliklarning qilayotgani ularda zuvan da'vosi emas, e'tiqod da'vosi emas, Tayvanliklarning qilayotgani tuproq da'vosi. Ma bizning Tayvan sening biz mustaqil bo'lchilarni da'vatgina ani da'vatudu. Ma bu Falastinliklar bilan Isroiliyaning o'ttirib bo'lgan da'vo Falastin qilayotgani diniy da'vo emas. E'tiqodda ular qanday namoz o'qisa Isroiliyaning chattig'i yo'q, ro'za tutalaydi, qila oladi. Zuvan da'vosi emas, Falastin ularning qilayotgani tuproq da'vosi. Biz Uyg'urlarning da'vorimizda tuproq da'vosi, diniy da'vorimiz, zuvan da'vorimiz ximiy turishda yug'urilib ketgan. Ammo buning ximiy turishi tuproq da'vosi. Buningga biz bu jug'on ximiyaga solgan ximiy turish tuproq da'vosi. Buni ilvatsan qolgan hammasi yo'qolib ketadi. Biz 3 yil da'voni qilyapmiz. Shu 3 yil akab yo'g'on bir nonga yoqidan ximiyani yug'adik, esimizda chiqib ketmasin. U ximiyani yo'g'on bir ximiy turish solmizku, non yoqqan, to'g'rimi? Shu ximiy turishi mustaqil. Davlat tuproq da'vosi. Shuning uchun bu masalaga noit e'tiqod qilish kerak. Sen nimaning da'vosini qilyapsan degan masalada bizning masalanga tuproq da'vosi hal bo'lsa, masalanga biz mustaqil bo'laylik. Bo'lsa aqcha yana diniy va zuvan da'vosini kurash qilishimiz mumkin. Bir mustaqil bo'lib qolsak, noit zo'migar bir hukumat bo'lishi mumkin. Bizga shunda qirg'inchilik qilish bir Uyg'ur hukumati chiqishi mumkin. U vaqtlarda ham zuvan da'voni, lekin mayli bu nima chiqsin, avval zimin da'vosini asliga akeldirsang, mustaqil bo'lsang, andin qolgan da'volar o'z yo'lida asta hal bo'ldi. Ma Istonlarni, Qozog'istonlar, Qirg'izistonlarni qara, jin qurganda asosiyatda Sovet ittifoqidagi sistemni qo'llangan. Asta ular o'zgaryotdi-ku. Davlatning mustaqil bo'lganki, asta o'zgardi. Xalqning chat chiqdi. Aqling hayron qoldi. Oldingi nima uyimning endi masjid bor. Bamdod namoz bilan ishchog'i bormi? Ilaqa nima musulmonlarda har bir musulmon odam bir yilda 40 kun uydan chiqib ketib, bir yildan hech bo'lmasa 10 yilda hayotin 40 kun uydan chiqib ketib, boshqa yerlarga berib, shu yerga musulmonlar bilan ko'rishib, bundaq aloqa qilish degan bor ekan. Oldingi meshitdim tursam, atdeganda 18 dan 22 yoshga 20 qirg'iz bola kelibdi. Qirg'izistondan kelibdi. Islom dinini ashlar qilmasdi. Davlatda mustaqil bo'lg'ashqa sening qolgan ishing bo'ladi. Sening mustaqil bo'lmasa, zuvan da'voning mangmaydi. E'tiqod da'voring mangmaydi. Hozir Xitoylar Uyg'urlarni cho'shkush yeyishga majburlayotdi. Iliq cho'ng kadr birsi deb berdi. Hozir ziyofatlar bo'lsa, Uyg'urlar kadrlarga cho'shkush mashina yemish atli xizmatini ilib deydi. Shuning uchun mayli har qayliqi mavzudingning burun gaplari bor-ku. Gangji mu jang deydigan. Hamma ishning ichida iliq bir tutgan narsa bor-da, Uyg'urcha nima tarjima qilib uqmayman. Mustaqil masalasidan iziqib qolsak, qolgan hamma masala shu kupukdek yo'qolib ketadi. Mustaqil masalasida aqcha yo'qolib ketamiz. Qilinmay tarixda o'chib ketamiz. Mayli nim bo'lsak bo'lib, mush masalada ching to'msang, qolgan masalan kupuk aynib ketadi. Bu zimin meselesi ve zuvan meselesi ve itikat meselesi degan vaqtimda albatta bu 3 yilini nihayet yaxshi tushundi deb o'ylayman ko'rarmanlarni. Lekin sening Sharqiy Turkiston meselesi bilan Tayvan meselesini solishtirgan vaqtimda ikkilisida zimin meselesi degan yerda bir xil mujmallik bo'lib qolishi mumkin ko'rarmanlarningki qarshida va tushunchisida. Chunki mujmallik yo'q. Masalan, Tayvanliklar bilan men so'zlashim o'sha Tayvanliklar shunday ajaq biz azaldan Jungo'ning odami emas deydi. Biz Jungo millati emas, bu o'zimizning zimini deydi. Shundami? Ha, o'sha Tayvanlik professorlar bor, o'sha Tayvanlik meyada burungi Tayvan hukumatining konsulxonasi bor, hozirgacha bor. U yer bo'lsa, u Tayvanliklarni so'zlab o'zini biz Jungo ilaqi Yanhuang Zusun emas deydi. U yerda Tayvanlik da'vogarlar Jungo'ni bir davlatga ilaq Gomindan bilan qechib chiqqanlar. To'g'ri. Shu ular o'xshamaydi, u yerda o'rtaqchiligimiz bor. Chunki bu yerda bizningki Uyg'urlar odatda Tayvan masalasiga qanday qaraydi desam, shu Gomindangchilar hozirgacha xuddi Gomindangchilarningki
meseleside Tayvan meselesi şu. Şununla okşaş bir xil zimin meselesi emas, siyasi tüzüm meseleside müştaq şekilde qaraydı. Şuna muşundaq bir mücmellik bo'lib qolmasligi uchun buni eskertib qo'ydim ko'ramanlarning oldida. Mevlana efendim Tuproq davası deganda davlat davası demoqchimi? Albatta, qara. Tuproq yildiz. Davlat degan shuni to'piq mana uni unga uningda har xil ism qo'ysa, jo'grafiyasi o'zgarib turdi. To'g'rimi? Bizning imperiya qurgan vaqtimizda bizning jo'grafiyamiz hozir Sharq Turkistondan yo'g'on, Qirg'iziston, Oqko'l, Boyko'l tarafdan ketgan. Bizning to'g'rimi? Bu masalan hozir Pokiston bilan Hindistonliklar qo'rg'on birida so'qishib yurdi bir yerlarda. Pokistonliklar Hindistonlik zimin. O zimin Sharq Turkistonning zimini. Tuproq masalasida. Albatta bir tuproq degan hamda tarixda, jo'grafiyada bir vaqtni o'tkazish bilan bir harakatchan narsaga, minib tushunga, kengaydiga, nim qildiga. Bizlar burun masalan tuproq hozirgi Qinghaylarda burungi Uyg'ur davlatlarining o'rindi hozir Xitoyning Qinghayning orollari, to'g'rimi? Qirg'izlar shu uchun buni bu yer da'vat qilib asosiy bu tuproq davlat bu ikkisini men bak ayirib ketmayman bu yerda. Bu bizning tuprog'imiz, mishadi bizning davlatimiz. Hozirgi jo'grafiyani asos qilaman. Mushu jo'grafiyaning, bizning jo'grafiyamiz, bu Sharq Turkiston, mushu jo'grafiyaning ustida biz bu qurilgan davlat bizning davlatimiz. Men mushta atayman, uning g'aylaqi bak ikkisini o'ttirda inch almashna shu mutaxassislar tashlab qo'ydim. Sizlar so'zlanglar. Sizlar mushu ijtimoiy fan tadqiq qilganlarga, men tabiiy fan tadqiq qilgan odam oringlar tarixchilar. Rahmat sana. Endi en ahirgi bir nuqtaga kelsak suhbatimizda hozirgi kelgicha Uyg'urlarning qandaq bir xalq ekanligi masalasi hechcha bir taraf bo'lgani yo'q. Uyg'urlarning orasida hatto. Ve şundaqla vatan sırtidagi bizning atalmış Uyghur yoki Sharq Turkiston davosini qilayotgan tashkilotlarimizning orasida shundoq. Ya'ni Uyg'ur xalqiga bo'lgan aniqlama o'xshamaydi har xil shaklda. Shunga hatto indigenous people, indigenous xalqi degan mushu hukum masalasida bu mening bilishimda mushu talash tortishqami ish bo'lmaganda 15 yıl bo'lib qoldi. En ahir qatimqisi bir ikki yildan burun bir avijiga chiqib ketdi. Ya'ni Uyg'urlar bir xalq sifatida aniqlamasi hozirgi kelgacha aniq emas Uyg'urlarning o'zida. Mushu masala sening nazaringda Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik harakatiga ve bu hareketning yo'nalishiga ve shundaqla bu hareketning saviyasiga ta'sir qilamdi, qilmamdi? Albatta ta'sir qiladi. Chunki biz manda inson bo'ldi. Bizga nima kam desang, bir inglizchada intellectual club deydi. Bunda bir aqliy iqtidorlar guruhi kerak. Bular bizning hammaimizga aniqlim basi oldu. Hozir masalan Dolqun Aysa indigenous degan manda nimani ko'tarib chiqyapti. Taxtayni ko'tarib chiqdi-da hamda bu indigenous degan gapninki mushlar nurg'unlar ma'nosini tushunmaydi. Indigenous degan mishaning asli egasi degan gap. Bu yana asli masalan Amerikada indiyaliklar asli egasi. Indigenous degan asli egasilar emas. Demak u asli egasi uning bir qismi, uningdan boshqa bu tarixda davlat qurgan bir millat, yeziqi bor millat, so'zi bor millat degan mandaq narsa aniqlami yo'q. Bizning shu Uyg'urlarda men deydigan hozir nayt bizning hukumlar mushlimlarda intayin qalayimqanchilik ko'p. Mening umid qildiganim Uyg'ur ziyolilari, tarixchilar 15 odam hech qanday tashkilot emas, mushunda bir aqllar guruhi, onda intellectual club bir institut qurib,
Şularmış Uyghur meselesiga ma mesele muşundaq iniqlim berib, andin hamiyatki teşkilatlar şu bo'yicha qo'llanish kerak deb o'ylayman. Men ashuni umid qilaman. Texin lekin bu Uyghur kimlar qiladi, kimlar o sallab uqmayman. Meningcha ashunda bir bo'lmasa, sizlarmi nimaga sizlarmi shoir bir jitmayman ashda kirishib yiqinglar. Bir 15'inlar aşı qilib, yig'layli, ma bir Uyg'urcha akademiya degan hozir nechisi bor. Uyg'urcha akademiya deb shu Erkin Sidiqning bir akademiya bor, o'chyapti. Rishad Abbas bir akademiya deb o'chyapti. Uyg'ur agin nechilari bor. Bular bu masalalar bilan munosabat yo'q. Birisi chiqib tibobatni so'zlayotgan, birisi chiqib mashinsozlikni so'zlayotgan. O yig'inlar qarasam, Uyg'ur masalasi bilan munosabati yo'q. Birisi chiqib Amerikadagi crisis xalq bu hech qanday Uyg'ur masalasi bilan munosabati yo'q bular so'zlayotgan 90% temasi. Amaliyotda mush agentliklar, mush odamlar yig'ilib, mush Uyg'ur masalasiga bir-birlab lug'at berish kerak. Men 30 yil bo'ldi. Men yumshoq detal injener. Bizning hamma bir yumshoq detal nima qilish uchun bir dictionary bor. Hammamiz bugun bizning yumshoq detalda so'zning ma'nosi nima deb lug'at o'smi shu yumshoq detalda ishlatilgan har bir so'zga aniqlik beramiz. Aniqlik beramiz. Masalan, good yaxshi bo'lgan bo'lsa, ayat yaxshi bo'lmasligini boshqa bir ma'noni bildirish mumkin. Shu har bir narsaga birinchi beradigan ishimiz aniqlik beramiz. Albatta. Andin qolgan ishlar mang'udi. Shu bizda aslida aniqlik beradigan Uyg'urlarning ishlari bunda bir akildigan, tadqiq qilgan bir guruh yo'q. Shunda bir guruh tirishinglar. Ashunda bir guruh tirishinglar, ashda bir qurib boqqan. Sen Uyg'urlarcha tonilgan bir shoir ekansa, seni bir to'shirni o'qib boqdimi? To'lqancha ashda bir qurib yiqinglar. Men bilan masalan hozir mana shu yerda, shu suhbatning o'zida, masalan shu o'zingmi shu yumshoq detal haqida so'zladim va o aniqlimining ahamiyati to'g'risida har qanday narsada albatta bizning davodimiz oldi bilan hatto bizning davoyimizning atalmış qo'shbashning ishidagi davoyimizningki aniqlimisimi aniq emasligi Uyg'urlarning mutlaq ko'p sonli Uyg'urlarningki kallasida. Mushundaq ahvol ostida bo'libmi sendek masalan shu millat, davlat milliy azodlik harakati va o'z taqdirini o'zi belgilashdek mushundaq atalg'ularning farqini nihoyat yaxshi bilgan va nihoyat yaxshi farqlantirgan odam sana o'xshash. Mushundaq odamlar meningcha mushu sen devatgan mushundaq bir ziyoli nima deymiz gruppa yoki klub mushni bir barpo qilish bumu shaxsan mening endi. Men shunda qaraymanki, men bir suhbat qilg'uvchisi shaklida emas va yoki boshqa nima shaklida emas, yoki men bir shoir shaklida emas. Mushu Sharq Turkiston milliy azodlik harakatiga ko'ngil biladigan va mushu harakatda o'zini bir jangchi hisoblaydigan mendek bir odamning arzusi, chunki mushundaq bir her bir atalgılarga, her bir sözlerge bizningki aniqlimimiz bo'lmagan vaqtida davoyimiz bir qadam olg'a bosmaydi. Atalmış davoyimiz endi. Shunga hozir mushu sorunning o'zida Mevlan sendin men so'rasam, agar mushundaq sen o'tirib qo'yayotgan mushundaq bir klubni masalan ikkimiz başlayalayımız. Yani ikkimiz başlayalayımız degende ikkimiz başqalar bilan, başqa ziyolilar bilan aloqa qilishni boshlagan asosda anadan keyin sen degendek masalan 10 olsun, 15 olsun, 20 olsun, 25 olsun, 30 olsun, mushundaq bir ziyolilarni bir yerga akilib oldi bilan tor yuzida anadan keyin mushu masalani ve mushu g'oyani ve mushu nishonni amilleştirish imkoniyatimiz meningcha bor deb o'ylayman. Agar sen ma'qul bo'lsang, bu masalaga men bir yiliq
qo'shimcha anglaydigan bir odam bo'lib kirsam bo'ldi. Meni Uyg'urcham intayin to'g'ri. Men Amerikaga chiqib o'rgandim desam bo'ladi. Men bu Uyg'urcha yozib boqmagan tarixda. Favqulodda meni Uyg'urcha yozishimga shu Abdulikim Boqiy madad beriblar, shuningdek yozib boqqan dedi. Bir baq birinchi kuni bir maqol yozsam, u uribdi men telefon qilib. Mavlan bu imlo xatoligini bek chiqgan bu ishqa u muhim masala emas. Eng muhimi bir yozuvchi bir nima yezish uchun o'z oldiga fikr so'zlash aloyligi bo'lsa bo'ldi. Sen shu aloyligi borki, agar yordam qilman desang, talab qilman desang, o imlo xatoga qarangsa, men yordam qilman dedi. Ma'qul deb, men 1 yilgacha menga yezishimga yordam qildi. Men bunda kirib qilsam bo'ldi. Bu ne? To'liroq. O'sha sizlarga o'xshaydi. Men umrimda matematika tadqiq qilib, men o'qigan kasbim matematika, Amerika pulni jiqroq bergan deb yumshoq detal injener bo'lib oldim. Anında qaraganda yumshoq detal injenerda jiq pul topgan bo'ldi. Ani bo'lib oldim 30 yilda bo'pti, 31 yil bo'libdi yumshoq detal ishlayotganim. Matematika o'zimni o'qigan kasbim matematika, atalmishinja universitet matematika o'qituvchisidim. O'qig'inim butunlay. Shu mandaq masalalarga biz masalan yig'in aslanlar berib o'tirib o'zimizning bir fikrlarini bahsak bo'ladi. Lekin ilaqa aniqlik berib mundaq birimlar yezib qildigan yerlarga mening uningga iqtidorim Uyg'ur saviyam yaqin kelmaydi. Uning yaqin kelmaydi. Masalan sen baqib baqsanglar qahar boratba, masalan men bo'lgan Nabijon Tursun, mushundaq Uyg'ur tilida yana Turkiyada bir munchisi baki, mushta Uyg'ur tilini nayt o'rganib qilganlar, mana Sıdık Hacıkamı baki, mana mushta Uyg'ur tilini tarix qilganlar, mushlar qilsa buningga biz men qo'shiqchilik men berib anglab bir chatda o'rganib, bir chatda o'zimning ma'nosiga fikr beray deb, mana mandaq desa bu ya nima ma'na ya buningga mandaq desak bo'ladimi? Chunki inglizchada masalalar mandaq tushuntirildi, xitoychada mandaq tushuntirildi deb uningga fikr bersam bo'ldi. Men andaq komitetning bu a'zosi bo'lishimga mening iqtidorim yetmaydi. Iliqim, uningdagi aniqlamaning gapini qilsam, kim so'zladi dunyo huquqining yaqinda bir masala so'zlab qoldi. O Sharq Turkistondagi Uyg'ur masalasi bir krizis masalasi deydi, crisis. Iliq VG deganda, o Uyg'ur krizis bilan irqiy qirg'inchilikning yomonjiq farqi bor. Krizis degan xatarlik, xavfli payit bu bir. Odatda jiddiylik va yushurun ziyon tuyg'usini ko'rsatadigan bir xil narsa iqtisodiy krizis keliboti u bu deb. Irqiy qirg'inchilik degan yiqilayotgan qon, ko'milayotgan jasad, kuyayotgan jasad. Bu ikkisining farqini tushun bir yerda bu Uyg'ur masalasi krizis masalasi. Krizis degan irqiy qirg'inchilikning dastlabki bosqichlarining ma'lum bir qismini tasvirlaydigan sifat. Mandaysak sifat o'xshamaydi. Mana mush aniqlamalarda mushta masalalarni qilib biz Uyg'ur Uyg'ur masalasini xalqaro nim deymiz deb, ashunda bir guruh quringlar va anglash tutinglar bilan sizlarni qo'llayman. Anglag'ichi bo'lib yig'in assanglar boraman. O'zimning fikrini shu vaqtda beraman. Lekin komitey a'zosi bo'lishga meningki Uyg'urcha bo'lsin, Uyg'ur tarixida bo'lsin, mening saviyam yetishmaydi. U yak bo'lolmaydi. Oxirida Mevlan Yasin Efendi Şarkı Türkistan Milli Azatlık Hareketi de elbette mutlak köp sandaki Uygurlar to'xtab turman. Bana bir sekund quloq tutaydi. Bak bunun turib qoldi. Bak bu mutlak köp sandaki Uygurlar ve teşkilatlar elbette Şarkı Türkistan Milli Azatlık Hareketi dep atamaydı. Onu mesela umumlaşkan atalgısı Şarkı Türkistan meselesi, ya Şarkı Türkistan davası, ya olmasa Uygur meselesi, ya olmasa Uygur davası. Qandaqlı buluşudun qat'iy nazar Şarkı Türkistan Milli Azatlık Hareketi'ge vekillik kılalaydıgan, yani Uygurlarının bir millet ikenligi ve şundakla Uygurlarının Şarkı Türkistan'ın millet ikenligi ve şundakla Uygurlarının Milli Azatlık Hareketi'nin
sen biraz burun esketken zemin davası, zemin meselesi ikenligini gevdilendirip bereleydiğen ve şundakla muşu davanı elip beriwatudu dep oylaydigan birer teşkilatının namını atap berelemse. Atmay. Atmay. Bu doğruluk halde ataşının mesela bir teşkilat mağına kap anımanda kılsa desem bunun ataşına hazır hiç kanda ehmiyeti yok. Hazır imkaniyet var bu sepni birleştiriş manganda gayla başka gapların niyeti yaxşıdı. Endi bu şunun için bu ma teşkilat kılıvatıdı, a teşkilat kılmavatıdı deysen, mesela sürgün hükümet deysen hazır meyli, ıhra kılaylı kılmaylı 5-6 sürgün hükümeti var. O kağızda meyli hareketçen bolsun, hareketsiz bolsun, gaylar çıkarak mesela dünya Türkiye'ye basan Türkiye'de ben anlasam 20. teşkilatı var ki. Şu Amerika'da hazır bir talay teşkilat öp gitti. Erki Asya Radyosu'dan toxtudu var. O mu bir ameliyat bir teşkilatdan rolünü oynattı. Şunun için bunda vaxtıda ma teşkilat ma'nı kılıvatıdı, a teşkilat a'nı kılıvatıdı dep teşkilatlarının konkret teşkilat hakkında da baha verişini xalamayman. Şu teşkilatlarının mesela özlerinin özbelge okşaş, şu teşkilatların koygan kanda teşkilat koygan siyasetleri ularning nizam namlari haqida o'zimning fikrini berib kelyapman. Shu tashkilotda nima? Meningcha uningga men fikr bermayman. Endi mushu sahada ba teşkilatlarning, g'olluq asosliq teşkilatlarning hammasining birlashib sen o'ttirg'i qo'yib atgan mushu Sharqiy Turkiston zemin davası Qo'shbashning ichida mushunga vakillik qiladigan bir tüllükning yoki bir parlamentning yoki bir birlikning va yoki bir qurultayning va yoki bir kengashning qanday atashdan qat'iy nazar faqatlam mushu zemin davası egilik huquq davasini qiladigan tashkilotlar birligining barlıqqa kelishi sening nazaringda ehtimalligi ve imkoniyati qanchalik bo'ladi? Aldığımız 10 yılda yok. Çünkü Uygurlarning tarihi tunji qatam Rabimdan vaqtida Uygurlar birlikka kelgan. Şu vaqtda mesela Uyguriston tashkilotlari bor, Situmda nurg'unlar shu Rabimdan bilan ideyasi birlik kelmisimi? Bo'pti mush birlik keldi, biz mush birlik kirayli deb shu vaqtida ikkinchi Cumhuriyet vayron bo'lgandan keyin tunji qatam birlik kelgan. O night ojiz, masala night ojiz. Lekin masalan shu aqchan shu vaqtlar shuni keyin mana shu dunyo urfina Dolqin Aysa, Umar Qantlar mushlag'ida men qoy favqulodda yig'in ochdik deblar Dünya Uygur qurdi. Parçalıvatdi şu bu Uygurlar onunkin chiqib ketdi. Shuningdan keyin bu par parçalanib ketdi. Asli kelmaydi. Chunki bu Dünya Uygur qurdiki ma'lum odamlarning ko'z qarashida bular eng beshta Rabimdamni saylab chiqqanda Dünya Uygur qurdini bu bir ayol kishi. 4 kun ishlamay yana bizga burun qaytib kelganda qaytib keldi degan. Lekin Rabimdan chiqib uning oldida bu tashkilotnimi Dünya qurdi shu yiliqi Munchendagi poyezdlarning atrofidan olqib o'tamagan kichik bir tashkilotdi. Rabimdan chiqib o'zini shu vaqtdagi obro'y bilan dunyo xarakterli tashkilotga aylantirib o'tgan. Endi bular pul manfaatlar kelgan turdi. Bular bu tashkilot bunda bo'lgandan Rabimdanni yo'qotmasa bo'lmaydigan yer keldi. Shuni parchalayotdi. Men hozir deyman, buningda cho'qim Xitoyning qo'li bor deb hozirgacha shu gumon qilaman. Shuning yoqi Uyg'ur tashkilotlar par bo'lib ketdi. Shuningdan keyin tashkilot hozir men shu vaqtlar deganda bu dunyo Uyg'urlar 30 yilgacha birlik kelish imkoniyati yo'q deganda. Men hozirmi shu fikrimda men oldimizki men bu hayotimda Uyg'urlarning birlikka kelish imkoniyatini ko'rmadim. Chunki bu tashkilotlarga inidilar pul berdi. Pulning muoshlik bo'ldi. Bu birlikka bu pul nega bordi? Kim oldi? Angachqa inidi deganning pulini o bir inidi degan kim ashuni yo'lni oqishkini mangal shuning berilgan pul.
Şular ip ketdi, parça bo'lib ketdi. O pul kelgandan pul degan hamma nimani yo'qotadigan narsa. Shuning uchun bu hammasi bu birlashsa pul nega bordi? Sen aldığın nima ishlaydi? Shuning uchun shu bir parchalarni men bu hayotimda nayt pasib so'zlayapman, amal yo'q. Bu hayotimda bu tashkilotlarning birlikka kelishining men hozirgacha hech qanday undan bir ehtimolini ko'rmadim. Sana köp rahmet Mevlan Yasin ve şundakla körermen, hürmetli körermen, anlarmen sizge mo köp rahmet. Biz bilen Mevlan Yasin bilen bu men şunda karaymen programımızda bille boğalınız için köp rahmet. Şundakla Mevlan Yasin Efendi sizin bugünkü bu sohbette oturgu koygan fikirleriniz, göz kararlarınız ve tekliflerinizge köpten köp rahmet. Men şunda karaymen programısı muşu yerde ahırlaşıdı. Hemminla salamet bulunla, hayır hoş. Hammalarga ko'p rahmat. Va alaykum assalom hammalarga.